2026-yil 10-iyul sanasi. Men birodarlar mana shu hozir taqdim qiladigan quyonlarni sotmoqchiman. Xona qorong'i, lekin uzr. Mana bu 5 ta bolasi bor quyonimda. 3 ta, 2 ta, 5 ta. Narxi 250 ming. Bolasi bilan. Hop. Mana bu yerda 10 ta 4 oylikka to'lgan quyonlar bor. Endi bularni bilmayman, nechtasi erkak, nechtasi irg'achi. Irg'achilarini sotaman, balkim 5 tadir, balki 7 tadir. Erkaklarini o'zim semirtirib, oilada so'yib yeyman. Hop. Mana bu quyonim, ona quyonim meni qo'limda mana salkam 2 yildan beri, 1,5 yildan beri yashayapti. Bu o'tgan safar 10 ta tuqqan edi. Bu safar dangasachchilik qilib 3 ta tuqdi mana. 3 ta bolasi bor. Buni ham sotaman. Buni ham 250 mingga sotaveraman, onasi katta bo'lsa ham. Onasi hech bo'lmasa 3 kunlik go'shi bor. Xo'sh. Bular qo'chqor quyonlarim. Bular 6 oylikdan o'tgan. Semirsinda boqib yotibman. Mana bu yerdagi quyonim 3-tug'ishi bu safar. Mana 4 ta bolasi bor. Bolalari ham 2 oylikka yaqinlashib qoldi. Onasi ham u yoqda yem yeyapti. Hozir erta bilan bularga yem berdim-da. Endi yemini yeb bo'lgandan keyin quruq xashak beraman. Buni ham 250 mingga sotaveraman. Xo'sh. Mana bu quyonim bor. Sotadigan. Hop. Bu 3-tug'ishi ya 4-tug'ishi. Hop. Mana bolalari 8 ta bolasi bor. Mana. Tashqariga chiqqan yo'q bolalari. Endi bugun erta chiqadi. Lekin 10 kundan o'tdi. 12 kun bo'ldi, 12 kun. Hop. Shu quyonimni ham sotaman, 8 ta bolasi bilan. 300 ming deyman, ichida o'tib beraman. Hop. Bu quyonlarim ham 6 oylikdan o'tgan. Ularni semirtiryapman. Hali ko'nglimdagidek semirgan yo'q. Semirsa piq qilaman. Ammo tepadagilar ham o'sha gap. Semirsa piq qilinadi. Mana bu quyonimda. Xo'sh. Onasi mana bu uzunasiga qulog'i katta onasi. Ayda bolalari. Bu bolalar 2,5 oylikdan o'tgan. Bu quyonni ham sotaveraman. Xullas kalom 2 ta ona quyon olib qolaman. Qolgan quyonlarda hammasini sotib, erkak quyonlarni ko'si keyin boqib, so'yib yuraman. 2 ta ona quyon bo'lar ekan. Hamma yoq quyon bo'lib ketdi. Tag'in ham sotdim. Hech bo'lmasa bir 30 ta, 40 ta quyon sotdim hozir. Birinchi safar video qilganimdan beri. Endi bu quyonlarga men o'tni ham arang topib beryapman. Ko'p bo'lgandan keyin ham kuniga 2 manla o't yeyaveryapti bular. Kuniga 3 kilo bug'doy yeydi. Endi o'shalarni bermasangiz kasallanadi. Sog'lom, yaxshi o'sishi uchun oziq-ovqatni kuchli, yaxshi qilish kerak. Xullas, meni adresim Namangan viloyati, To'raqo'rg'on tumani, Qatag'on qishlog'i, pensioner Qodirov Muhriddin aka. Laqabim tegirmanchi. Hozir ham tegirmanlarim bor. Hop, telefon nomerim 91 353 93 93. Shu YouTube'da chiqib turaman. Qo'y boqaman aslida. Qo'ylarimda blogerlar kelib olishgan, bir 3-4 marta chiqqanman. Undan keyin oilani go'sht planini bajarayin deb quyon boqib, mana endi balo qoldim. Sal kamaytirmasam charchab qolyapman. Hali kamiga hozir indik boqishni ham yo'lga qo'yib olganman. Ba'da quyonlar erta bilan kechgacha tinim yo'q-da.
Ha, telefon qilsalaring arzonroq qilib sotaman. Shu quyonlardan meni qutqaringlar, birodarlar. Hammaga sog'lik, salomatlik tilayman. U pensioner o'rtoqlar uyda diqqat bo'lib, nima qilishni bilmay, ko'chaga chiqasizlar, uyga kirasizlar. Ko'chaga chiqasizlar, uyga kirasizlar. Qiladigan ish topa olmaysizlar. Mana mendan quyon olinglar. Quyonlaring ko'payib ketsa, yurasizlar o't qidirib. Salomat bo'linglar, birodarlar.